Wusong bilan Lu Jishindan zodi qaysi yomon? Bu yerda yo'lbos o'ltirgan Batur Wusong bilan Guldar Shayx Lu Jishin Suv Buydan nomli asarda hammamiz yoqtirdigan eng omroq Baturlarning birisi. Ham bu ikkisi Liangshan ko'lki 108 polvonning ichida xil oldin qator turdi. Piyodalar ichidagi 5 yo'lbos sanğonning birisi. Bu piyoda lashkarlar sanğon ichida zodi bu ikkisining qaysi bularning oldin qator turadigan birinchi nomerligi. Hem bu ikkisini bir tafsiliy tahlil qilib selishtirib baqlar. Qiziqadigan do'stlar meni qo'shib olib bir yurak o'tib filmning davomini anglang. Hamda butun asarda bu Lu Jishin bilan Wusongning ikkisining yak urushqa yeri yo'q. Bo'lgan bo'lsa ayirish sal oson bo'ladi. Undaqda men buni kuch, surat, chidamchanlik, hujum, tajriba qatorliq buni 5 jihatdan tahlil qilib selishtirib baqlar. Birinchi bu yerga qor kuchdan selishtirsak, Lu Jishin o'ttirib chiqqan vaqtning o'zida ilk qochgan bir ot tarvusini yüz yalğız esilib to'xtatib qo'ydi. Mutashandan ketgandan keyin Eliq Majnun talni yüz yalğız qo'murib tashlaydi. Bu yerda bitadi 1000 patman kuchtirib ekan, 10 000 patman kuchtirib ekan deb daraxt shulush degan, yani nim degan gap endi bu. Yıldız yo'q, ko'tak nimjil qo'llanmaydi. Endi Wusong qarsak, Zhang Mishini dumbalashdan burun eliq vaqtda o'zining bir kuchini namoyon qilib berma deb eliq Turabiga. Shundan qarab eliq tash ustidan so'raydi, u tash ustidan necha jing ig'irlik keladi? 500 jing ig'irlik keldi. Yo'q deb bir pichapni ko'tirdi, boshdan igizalib das qo'ydi. Qaranglar, Wusong mu ma 500 jing ig'irlikni ko'tirish uchun ya bir alohida badan qizitib, anda xoding qilib ketmadi. Yana birsida bir tugman teshli zanjir bilan dumbisiga otib 30 qadam mangdu deydi. Endi bu ikkisining bu yerga qor kuchidan nepetgan vaqtda meningcha ancha cho'ng farq yo'q. Ikkisi qilishmaydi. Endi bu ikkisiga nomer qo'ysak, Lu Jishinni 100 desak, Wusongning 95 dan yuqori chiqishi mumkin. Endi bu ikkisining jang tajribasi, kasbiy mahoratini nepetgan vaqtda bu yerga Lu Jishin haqiqiy harbiy ta'limot olgan 18 xil mahoratning hammasini to'liq bildi. Endi Wusong olsa asosliq o'zligidan o'rgangan. Endi buning ta'siridan bu bir nomratdan yetim oila tug'ilgan. Endi buning bir ustozga o shogirdlikka kirishi ya bir nimulcha asosda mumkin emas. Kim bu yo'lbos o'ltirib Yangon noyisiga borgandan keyin shu vaqtda bir ish kuchadek yuzbega o'tib baqidi shu. Esa buningki endi mushunaq muntismaraq tug'ilgan vaqti shu mush vaqt. Endi lekin bu Wusongning cho'ng'ilish jarayonida o'zligidan o'rgangan, o'zi tirishib noit pishiq. Ikkinchidan jamiyatdagi qarmu ishlashlar noit ko'pda buning. Endi ya'ni bu yerdagi jang tajribasi muntizam mahorat deb aytgan vaqtda Lu Jishin Wusongdan ustun o'rin turdi. Wusongni yoqtirganlar aldirmanglar, Endi surat va inkasga keldik. Buning qarsak Wusong bilan Lu Jishin ikkisining masalatda jang qilg'ayri va masalan Wusong masalatda bu yerga qoshqiliq yo'lbosni dumbalaydi. Lu Jishin bo'lsa masalatda Wutashanki ibodatxonaga chiqib 100 dakika rohiblar bilan urushdi. Endi bu yerga bu Lu Jishinning bu rohiblar urushi qarsak asosli qor kuchi bilan urushdi, shundami? Lekin bu yerga qoshqiliq yo'lbosning sur'atini 60 km/soat surat deydi. Night tez, vahshiy, kuchli. Mushchaqni qarsak, Wusong mas'ulini bilan buning inkas sur'ati chaqaliq intayin chaqqan. Hujum qilish emas, yo'lbosdan o'zini qochirib olishmi dal joyda intayin to'g'rida. Bu yer yo'lbos bilan bo'lgan jangda yolg'iz kuch dungurli qor kuchli tayangan bo'lmaydi deb o'ylayman, shunami? Bu vaqtning o'zida ma'nodek chaqqan inkas bo'lmasa yo'lbosga ham bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun bu yerga inkas chaqqanlik deb aytgan vaqtda Wusong Lu Jishindan yuqori turdi. Endi oxirida bu yerga chidamchanlik naylisidan qarsa, Lu Jishin Linchongni uzatgandan keyin eliq ko'ktatib qarab mangan vaqtning o'zida bir 2-3 kun tomoq yemay bu noit osh qilib mag'dursizlanib ketdi. Shuningla yarim yo'lda eliq bir o'rilib ketadigan ibodatxonaga kirib bu yerga rohib chaqlan ko'rsa buning bir umashin bermaydi. Shuningla bu yerdan chiqsa bu yerga eliq darvish bilan bir rohib ikkisi bilan tutishib qoldi bu Lu Jishin. Endi ma 1-2 kun uda tomoq yemgachga bu mag'dursizlanib bu ikkisi bilan elishamaydi. Buning gursim noit egri bo'lgan keyin taskaldi o'g'ay. Şunama bak eğir can kural götürüp alganın bäzi zinim bab nima. Bunun üstüge bu Lu Jishinni dişötan var çu. Endi o'xshash Wusong qarsak bu eliq yalınıp manga vaqtning o'zidimi buni urib tillab düşkünlab mangdu eğir naslning hammasini mushning atib qo'ydi. Bir kun taq davan piyod yuridi, ash to'q holatda. Mush vaqtning o'zidimi eliq ikki qotil, ikki yoy to'tilan intayin chaqqan baturlik bilan quldi kishan baturib shunami? Yenalar shu dushqullik bilan jang qila oladi.
Demek bu yerdeki mayat çidamçalıkma neyli isteyip etken vakitte yine Wusong Lujushin'in aldı durdu. Ahırda 5. bu cemiyetki muşlaşlık karsak ama bu yerdeki Wusong canlı işini dumbalaydı. Lujushin mu karsak elik garip kodisi ilgen cin kasapni üçmüşlerle öldürüp koydu. Asli bunu dumbalamak işte. Lekin bu üçmüş paylamayla ülüp kaldı o bir yerde. Maaş gideceğini karşısak mı Wusong'la Lujushin birisi nergis kalmaydı. Bu ikisinin elem mağartlemez karakterden karşısak mı iki ilsinin gazap, nefreti, naat, enek, adaletsizlik çidap duranmaydı. Ondan tutmuş teklillerden bu ikisini peygamber bağımtıysa kası birinci, kası ikinci ulan. Wusong hakkındaki tuluk 20 mezmunu anlamak diyorsanlar astıdaki ulanmadan fakat bir koy 3 moğa, 13 koyga mesela bir koy 3 moğa setip alıp anlasanlar buldu. Rahmet.